Assalomu alaykum. Hurmatli Testosteron Plus 45 kanali muxlislari, bugun sizlarga yana bitta natija ko'rsatmoqchiman va qisman bu natijaga qanaqa erishilganini ham o'rgataman. Testosteron mana bemorimizda 250% ga ko'tarildi. Xo'p, 1,5 oy oldin bu bemorimizni ko'rganmiz. Общий testosteron 14 bo'lgan, svobodniy testosteron 10 bo'lgan. Luteinlovchi gormon 5 bo'lgan. Demak, o'rtoqlar, siz o'zingizni testosteroningizni tabiiy yo'l bilan ko'tara olasizmi? Yoki stimulyatsiya qilib ko'taramizmi? Yoki endi ko'tara olmaysiz, ukol qilish kerakmi? Shuni bilish uchun ikkitagina analiz topshiriladi. Luteinlovchi gormon va общий testosteron. Bunga qarab davo yozmaydi, lekin ko'tarsa bo'ladimi, yo'qmi? Shuni bilib olamiz. В любом случае harakat qilib ko'rish kerak. Agar luteinlovchi gormon shu 7 dan baland bo'lmasa, harakat qilib ko'rish kerak. Luteinlovchi gormon nima deb o'zi savol berishgan. Luteinlovchi gormon gipofizdan chiqadigan gormon tuxumlarga testosteron ishlab chiqaradigan komandani beradi. Agar tuxumlaringizni testosteron ishlab chiqaradigan hujayralari tirik bo'lsa va shu gormon, luteinlovchi gormon shu leydik hujayralarga yaxshi ta'sir qilsa, testosteroningiz ko'tariladi. Luteinlovchi gormonni shuning uchun nechiligini ko'rish kerak. Agar shu maksimalniy baland bo'lsa yoki maksimalniydan ham baland bo'lsa, testosteroningiz past bo'lsa ko'tara olmaysiz. Lekin juda ham baland bo'lmasa, testosteroningiz past bo'lsa ko'tarishga harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Xo'p, oradan 1,5 oyga yaqin vaqt o'tdi, 44 kun vaqt o'tdi. Общий testosteron 36 ga, svobodniy testosteron 38 ga ko'tarildi. O'tgan safar bitta kommentariy yozilgan edi. Общийni ko'tarib, svobodniy ko'tarilmasligi mumkin. GSPgni oshishini hisobiga deyilgandi. Yo'q, o'rtoqlar, bu hech qanaqa laxatron emas. Mana svobodniy testosteron ham, haqiqiy ishlaydigan testosteron ham ko'tarildi. Xo'p, bu sizga ko'rsatishimizdan maqsad faqat o'zimizning natijalarimizni ko'rsatish va qisman nima qilganini aytib ketmoqchiman. Bemorimizni stimulyatsiya qildik. O'rtoqlar, stimulyatsiya degani o'sha antiestrogen preparatlar bilan stimulyatsiya qilinadi. Buni faqat doktor qiladi. Siz buni bilishingiz shart emas. Undan tashqari bemorimiz kechqurun begovoy doroshka sotib olib 8 kilometr yurishni boshladi. Muntazam ravishda kardio mashqlar qilgan odamda, sport bilan shug'ullangan odamda testosteron 15% ga ko'tariladi. Demak, yurish kardio mashq. Bu bir. Ikkinchidan vitamin D ichishni boshladi. Biz uni 2 oydan keyin tekshirib ko'ramiz. Hozircha unga vitamin D berdik. Demak, vitamin D yetishmovchiligi testosteronni 20% ga kamaytiradi. Buni haligi testosteronni tabiiy ko'tarish marafon darslarimizda o'tyapmiz. Kim ko'rmagan bo'lsa, 1-seriyasidan toki 10-seriyasiga chiqdi. 11-seriyasini ertaga chiqarsa kerak. Ko'rib chiqinglar. Demak, vitamin D ichirganimiz hisobiga agar defitsitni normaga keltirsak, taxminan 20% ga ko'tariladi va eng qiziq narsalardan bittasi, bemorimiz 45 kunning ichida 8 kilo ozdi. Ozish testosteronni ko'paytiradi, chunki yog' hujayralarida, yog'da aromataza degan testosteronni estradiolga aylantiradigan ferment bo'ladi. Yog'ingiz kamaysa, bu fermentning ham faolligi kamayadi, massa miqdori kamayadi. Demak, tana vazni, indeks massa telani 10% ga kamayishi. Bu degani taxminan sizni yog'ingizni 1,5 foizga 1,5 kilogram ozishingiz degani. Qo'pol qilib aytyapman. 1,5 kilogram yog'ni kamayishi testosteronni 24% gacha ko'tarishi mumkin. Demak, 8 kilo ozgan bo'lsa, endi ko'paytirasizlar. Demak, pashti 200% bo'lyapti. Xo'p, xullas stimulyatsiya, vitamin D, sport, ozish yordamida bemor testosteroni 250% ga ko'tarildi. Endi keyingi tavsiyalarimizni berdik. Bu yerda ozgina yana savollar bo'lgan ekan. Ashvaganda urug'ini qidirib yuribman debdilar. Topganim fizalis bo'lib chiqyapti debdilar. Sistanxiy qanchalik yordam beradi debdilar. O'zimizda o'sadi debdilar. Arzon bo'lar ekan debdilar. Tribulus o'rniga temir tikonni ya'ni yakartsini qaynatib ichsa bo'ladimi debdilar. Shu tribulusni o'rnini bosmaydi temir tikon. O'zimizda buni anaqalari chiqadi, tabletkalari chiqqan. Foydasi yo'q. Tribulus ancha yaxshi ishlaydi. Ashvaganda tiqilib yotibdi. Ashvaganda bunaqa Abdug'apor aka maydalashmang, bor bu narsa. Tak.
hisoblasam ko'payib ketdi deyaptilar. Saponinlar yetarli bo'lishi uchun. Aka, tinchgina tribulus iching, tinchgina ashvaganda iching. Dozalari ham bor, hammasi bor fitness magazinlarda, vitamin magazinlarda. Xo'p, matkada endometriya qalinlashgan debdi. Tamoksifen yozdi debdilar. Shukrona xonim, siz yaxshi ginekolog topib davolab qoling. Bu sabablari boshqa bo'lishi mumkin. Estradiolizni bloklashda emas, balki boshqa sabab bo'lishi mumkin. Yaxshi ginekolog topib davolaning. Boshqa klinikani analizi o'tadimi? Men ishonmadim debdilar. Bilmadim nimaga bunaqa yozganlar. Endi yaxshi klinikaniki bo'lsa o'tadi. Xo'p. Ashvagandani profilaktika maqsadida ichsa bo'ladimi? Yo'q, ichsa bo'lmaydi. Ashvaganda o'zidan o'zi ichiladigan narsa emas. Testosteroningiz tushsa yoki boshqa bir adaptogen sizga kerak bo'lsa, sababi bo'lsa, shundagina ichishingiz tavsiya qilinadi. Hamma narsa norma bo'lsa nima qilasiz? Profilaktika uchun semirmang, profilaktika uchun sport bilan shug'ullaning, profilaktika uchun misol uchun shirinliklar iste'mol qilmang. Xo'p, demak yana nima? Ha, LG 6 dan baland bo'lsa, testosteron общий 20 bo'lsa, tabiiy ko'tarsa bo'ladimi debdilar. Ozgina Abbosxon aka ozgina harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Ozgina harakat qilib ko'rsa bo'ladi. LG 5-6 dan baland bo'lsa, tabiiy ko'tarib bo'lmaydi dedingiz. Endi tabiiy ko'tarishga birinchidan harakat qilib ko'rish kerak. Ko'tarilmasa stimulyatsiya qilib ko'rish kerak. LG nima o'zi debdilar. Boshida tushuntirib berdim. LG shu gonadotropin, odamning o'zini tabiiy gonadotropini gipofizdan chiqib testosteron ishlab chiqarishga signal beradigan shunaqa gormon, oqsil modda. LG nimaga ko'tarilib ketadi debdilar. LG qarang, sizda testosteron yetishmayapti. Organizm testosteron ishlab chiqarib, gipofiz ko'p miqdorda LG ishlab chiqaradi. Tuxumlaringiz qo'pol qilib ayting, biz endi ayollar ham ko'rar ekan, mayli qo'pol qilib aytmayman. Tuxumlaringizda leydik hujayralari bo'ladi, testosteron ishlab chiqaradigan. Ular yildan yilga ozgina kamayadi. Mana mashina olsangiz eskiradimi yildan yilga, sizni ham tuxumlaringiz sekin-sekin testosteron ishlab chiqarishi kamayadi va luteinlovchi gormonga ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Luteinlovchi gormon ko'p bo'lsa ham testosteron ishlab chiqarishga qodir bo'lmaysiz. Ya'ni ba'zida misol uchun 40 yil haydalgan mashina ming remont qilsangiz ham yangiday bo'lmaydi. Shuning uchun LG ko'tarilib ketsa, uni tushirishi yo'li organizmda testosteronni normaga keltirish. Testosteroningiz normada bo'lsa, keyin gipofiz ham ortiqcha luteinlovchi gormon LG ishlab chiqarmaydi. Xo'p. Dabavkalarni necha yoshdan ichsa bo'ladi? Bu o'tgan safargi video. Buni уже gaplashganmiz. Dabavkalarni, testosteronni ko'taradigan dabavkalarni testosteronni ko'tarishga hojat bo'lganda ichiladi. Testosteroningiz norma bo'lsa, hayotdan zavq olib yashang, sportingizni qiling, biznesingizni qiling, ilmingizni oling, darsingizni qiling, ibodatingizni qiling, kayf qilib yashang. Endi tushib ketsa, dabavkalar ichishga majbur bo'lasiz. Sog' bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.